Hammaga salom. O'zbekiston Dalas kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan Dream Draft tarkibi yig'amiz. Xo'p, unda ko'p kutilmasdan boshladik. Xo'p, taktik sxema 4-3-2-1. Xo'p, bizga Bruno Fernandes juda ham yaxshi. 91 reytingda. Darvozabon yaxshi chiqmadi. Hozir video ko'rmaymiz boshidan. De Gea'ni tanlab turamiz hozircha va chap qanot himoyasiga tushishi mumkin bo'lgan eng kuchli qanot himoyasi Di Marko hozirda chap qanotda yaqqol qirol va biz kutgan onlar Kanate yoki Husanov. Hozir videoni pauza qilinglar, kommentariyaga yozinglar, kimni tanlasam to'g'ri bo'ladi. Kanateni reytingi 80, ammo Husanov o'zbekistonlik. Yozib bo'lgan bo'lsanglar tanladik. Albatta, Abduqodir Husanov tanlaganim uchun ham albatta like va obuna esdan chiqmasin. Poddeshka bo'ladi bu ozgina mehnatimizni qadrlagan holatda. Kanalimiz nomi ham O'zbekiston DLS. Bizning maqsadimiz bu oyda 200 ta obunachiga erishish va ozgina qoldi bunga. Sizlar yordaminglar bilan bemalol erishamiz. Hozircha tarkibimiz juda ham zo'r bo'lmoqda va Zaire Emery'ni tanlab turamiz. Va juda ham tushunarsiz. To'g'risi Hyulman deyarli tanimayman, qaysi komandada o'ynashini ham bilmayman. Bilsanglar kommentariyaga yozib yuboringlar Hyulmanni. Hop, 5 ta sariq playerli o'yinchilar. To'g'risi hozir ikkilanib qoldim. Tanlaylar sizlar, KDBni tanlaysizlarmi? Legendani yoki Vitinyanimi? Hozirgi o'yinidan kelib chiqib mayli Vitinyani tanladim. Yarim himoyamizni boshqarib beradi. Va yana bitta old iqtidorli, deyarli Messi bilan o'yini bir xil bo'lgan Dybala. Tarkibimiz hozircha yomon emas. To'g'ri, hozir bizga 2-3 ta sariq playerli o'yinchilar kerak. Shuning uchun video ko'ramiz, video ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, mana o'zgarish ko'rishinglar mumkin. Leao tezligi yaxshi. To'rtta 82. Va albatta biz Goatni tanlaymiz. To'g'ri, Goatlardan birini. Va yana video ko'ramiz darvozaga. Yana bitta video ko'ramiz ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Video ko'rgandek bor darvozalardan ham ayrilib qoldik. Va kimni tanlaymiz? Yonini tanlab qo'ya qolamiz realchilar uchun. To'g'risi video ko'rgim kelmay qoldi mana hozirgi videodan keyin. Hop, chap qanotga himoyachimiz bor, shuning uchun Carreras tanlayman. Hop, markaziy himoyaga Van de Ven yoki Gehi yoki Van de Ven tanladim. Hop. Hozircha yomon ketmoqda. Yana bitta video ko'rishga majburmiz shekilli. To'g'risi mana ko'rishinglar mumkin. Video ko'rsa ham foydasi bo'lmayapti. Reklamasini ham. Shuning uchun menga ko'proq yoqadigan o'yinchi bu Koreya yoqadi. Texnikasi yaxshi o'yinchi. Hop, Timber. Bu Arsenaldagi Timber emas ekan. Hop, Soulini olib qo'ya olamiz. Sariq o'yinchilar biz bilan xayrlashish kerak deb turganimda Doku tushmoqda va Eki Gakponi olamiz va albatta hozir mana tarkibimizni ko'rishinglar mumkin. 10 bittalik qilamiz va o'zimiz to'g'rilab olamiz. Abduqodirni o'zidan o'zi asosiyga tushirib 10 kanatga qo'yib qo'ymoqda. Yomon emas. Hop. Tarkibimizni bizga aql o'rgatmoqda ular. Bruno Fernandes yarim himoyachi. Darvozabon tushmadi, o'zinglar ko'rdinglar.
videolar 3-4 martadan video ko'rdim. Sariq playerga o'zgartirib bermadi. Bu tarkibga sizlar ham baho bergitinglar albatta. Abduqodir va Ronaldu bo'lgani uchun 10 ballik sistemada 10 ball beraman. Ronaldu va Abduqodirning muxlislari bo'lsa kommentariyaga plus belgilab ketinglar. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat.